Assalomu alaykum do'stlar. Yana efirda yana Dadaxon Yoqubov bilan deb nomlangan ko'rsatuvning navbatdagi soni. Hozircha biz jonli chiqalayotganimiz yo'q, lekin shunday bo'lsa ham chiqib turibmiz. Bugungi kundagi eng muhim masalalar haqida gaplashishga harakat qilamiz. Lekin gaplarimiz doim qaytariladigan gaplardan bo'lmasligi uchun biz ham qandaydir bir o'xshatmalarga, ba'zi bir haligi mutoyibalarga yo'l qo'yamiz. Mana uni qarang. Mana bu nimada ovqatni qarang. Qaziyotgan qizimiz. Tavba qildim. Mana juda qiziq. Mana qarang. Vay haslarada. Endi buni qandaydir saytlar beradi-ku. Odamni ko'nglini ozdiradi. O'zbekda o'ligi ham, tirigi ham ovqat ekanda. Unaqa bo'ladimi? Bular bolalarga, yoshlarga qanday bir tarbiyaga, uyatli narsa, kiyim-kechaklarni ham chiqib shu yerda targ'ib qilib, bular haqida qonun qabul qilingan-ku, lekin qonun bo'lsa ham qonunga ham qaramay qo'yishdi. Qonunlar ham qabul qilinyapti. Lekin qonunlarga hech kim qaramay ham qo'ydi. Mana ayolda ovqat yeyishini uyatmasmi? Qanday biz avlodlar, farzandimiz nima degan gap endi bunda qarang. Voy, yomay qoldilarda, voy, to'g'ri qildim. Lekin bularda ham ayblash qiyin. Bularni iltimos qilsa suratga tushadigan odam to'g'ri yotibdi. Suratga tushishyapti. Lekin bu e'lon qilayotgan saytlar aniq-ku. Haligi super oshxona deysizmi? Boshqa saytlar hammasi ma'lum. Lekin berayotgan narsalari o'sha qo'lidagi uzugi bilan. Yana boshqasi sun'iy intellekt yordamida oqsoqollarni xo'rlash, oqsoqollarni uyatli holatlarga tushirish. Bu uyatmasmi? U ham mayli oqsoqollar kechki klublarga borib, shu yerlarda yoshlar bilan raqsga tushib, qizlar bilan yurishibdi deylik. U ham chidasa bo'ladi. Lekin nutqichi, nutq o'lsin. Har xil ko'cha jargonlarini ishlatishadiki, bu jargonlar bolalarimizni judayam nutqini ishdan chiqarib, nutqini uyatli so'zlarga to'ldirib tashlayotganligini hatto o'zlari sezmaydi. Mening nazarimda bu sun'iy intellektdan foydalanib xuddi shunday roliklarni tayyorlayotgan odamlar mening nazarimda bizning millatdan bo'lmasa kerak. Chunki yoshlikdagi tarbiya, sun'iy intellektni u deymiz, bu deymiz, ayb tutungaymiz, lekin u aytish joiz bo'lsa 100% shuni boshqarayotgan muallifni, avtorni yoki sun'iy intellektdan foydalanib birorta mahsulot yaratayotgan odamni aks ettiradi. O'shani dunyoqarashini aks ettiradi. O'shani bilimini aks ettiradi. Borligini aks ettiradi. Buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Hozir juda jonimizga tekkani bir xil basharadagi, turqdagi oqsoqol chiqib olib, xotinlarman har xil bemaza boshqa tillardan tarjima qilingan anekdotlarni aytib chiqishlari. Bu kattalar uchun ham to'g'ri kelmaydi. Yoshlar uchun ham to'g'ri kelmaydi. Chunki birinchidan bu o'lik narsa. O'lik. Ikkinchidan bu salla. Bu urf-odatlarni tuzuq quruq bilmay turib, uni qayerda kiyilishini bilmay turib, yosh juvonlar bilan raqsga, valsga salla kiygan odamlarni tushirib, bu nima haqorat qilyapti? Millatni, dinni, insoniylikni, go'zallikni. Madaniyat qayerda o'zi? Madaniyatning chegarasi qayerda? Bu narsaga e'tibor berishimiz shart. Shuning uchun biz kontentlarni yaratayotgan paytimizda bu narsalarga juda chuqur e'tibor berishimiz kerak. Ba'zi bir rasmlarda, video lavhalarda hatto qahramonlarning qo'llari 3 tadan bo'lib ketyapti. Bir qaramaydi bular. Shu qiziq chiqsa bo'ldi. Yana
zerikarli degan knopka bosib qo'yadi. 100 marta bosmaysanmi knopkangni zerikarli deb? Kerakli odam ko'radi, keraksiz odam ko'rmaydi. Lekin u narsalar odamlarni doim ham jalb qilmaydi. Endi yoshlar, bolalar jalb bo'lishi mumkin. Mana endi yana kitoblarga qaytamiz. Bu kitoblarni nimaga men qayta qilib qishim bilan tayyorlab chiqdim? Sun'iy intellekt bir go'zallikka xizmat qilish kerak. Rassom bo'lmasam ham, mana rassomlar ham ko'rsin mayli rassomlar ko'rsin. Asal bobo, nabira va uyali telefon deb nomlangan mana bu ertak kitobimizda bobo eski o'zining an'analari, asalari boqish, mehnat, go'zallikka intiladi. Bola esa zamonaviy telefon olib bering deyishadi. Va nihoyat telefon olib bergandan keyin boshlanadigan sarguzashtlar, ertaklarni biz mana shu kitobda aks ettirganmiz, ertak kitobda. Endi bu sovg'a kitob. Qarang, toza qog'ozlarda, atlas qog'ozlarda. Bu yerda qizig'i yana bitta qizig'i. Mana qarang. Mana. Bu yerda arilarni ko'ryapsizmi? Arilarni ko'ryapsizmi? Bu arilar raskraska yoki bo'yash uchun mo'ljallangan sahifa. Demak, kitob birdaniga ikki xil nusxada chiqarildi. Bir tomonda she'rlar, bir tomonda esa mana shunday rasmlar bo'yash uchun mo'ljallab chiqarildi. Masalan, mana shu kitobning narxi ham bo'yash, ham she'r, ham u sovg'a, ham qimmatbaho haligi qog'ozlar bilan chiqarilishiga qaramasdan 25 ming so'm turadi. Mana 25 ming so'm. Lekin bugun bozorlarga chiqdim. Bozorlarda kitoblar bor, har xil. Ruschasi ko'proq, inglizchasi bor, raskraska 4 betliklar bor, qattiq. Lekin bunday milliy dizayndagi asarlar kam. Demak, buni endi men sizga rangli variantini Asalchi bobo, nabira va uyali telefon deb nomlangan kitobimizning demak endi rangli variantini, rangli ko'rinishini sizga taqdim qilaman. Mana. Bu yerda oila, milliy qadriyatlar, asalari boqish, umuman mehnat, maktab o'qish va o'sha telefonga o'ta ruju qo'yish. Bu kitobda nihoyatda bir chiroyli hikoya ketgan. Yana bir narsani aytib qo'yishim kerak. Kitoblar mayli qimmat bo'lsin, bolalaringizni balki tug'ilgan kunda olib berarsiz. Biz endi o'zimiz yonimizdagi mablag'larga pensiya va keyingi paytda otpusк puli olgan, ta'til pulini olganligimiz uchun tayyorladik. Qarang, rasmlarini tomosha qiling, rangli. Bu yerda professor Tojiyev, pedagogika fanlari doktori ko'rinib turibdi. Meni qadrdon do'stim. Biz bu kishi bilan bu kitobni tayyorladik. Chunki ichidagi rasmlarda asosan shu oiladagi qahramon, ularning fazilatlari, oilaviy qadriyatlar, o'sha go'zal urf-odatlarimizni aks ettirishga harakat qilganmiz. Mana chiroyli qilib. Endi buni men sizga nimaga aytyapman? Bu kitobni she'riy ertakdir. O'qib maza qilasiz va oddiy tilda yozilgan hammasi. Ari uchar zu qilib bir chiroyli yozishga harakat qilganmiz. Bobo bilan nabirani shu o'zaro munosabatlari, mana asrar boqish, tabiat, vatan tabiati, go'zalliklar aks etgan. Shu bilan birgalikda bir iltimosim bor edi, ma'lum bir summa evaziga mana shu kitobni ertakda qoladi, asalari va telefon haqidagi ertak qoladi. Lekin oilalar, qiziqqan oilalar o'z oilalarini albom sifatida bir tomondagi rasmda
asar qahramonlari sifatida berish mumkin. Endi ko'rsatyapti, to'g'ri, beryapti ikkita rasmni qo'yib. Yana palon pulga. Bizda unday emas. Biz 50 dona, ya'ni 20 dona rangli, 30 dona raskali variantni tayyorlab beramiz. Buning uchun uncha katta bo'lmagan bir summamiz bor. Pul kerak, pulsiz buni chiqarish qiyin. Qolgan qismini, teng yarmini biz maktab bolalariga, turli joylarga, bolalar bilan o'tkaziladigan tadbirlarga xayriya tariqasida yetkazamiz. Yana e'tibor bergan bo'lsangiz, shu kitobda mana 2 xil variantda, demak, asalarichi bobo, mana bu kishim buyurtma ham berdilar. Mana unisini men buyurtma qilganman. O kamtarona, kamina turibdilar o'z nevaram bilan. Mana menga o'xshaydi bobo varianti. Bu mana bugungi kun ertagi butun dunyoni kezib onani, buvini yoshartiradigan nimani qidiradi? Malhamni, devlar qo'riqlarimish, ajdorlar qo'riqlarimish, butun dunyoni urf-odatlari, uzoq sharqdagi urf-odatlar Tibetgacha boradi. Bilasizlar, davo maskani Tibetda turli xil shifobaxsh o'tlar bor, g'orlar bor, tabiat, tabiblar bor. Lekin oxirida ma'lum bo'ladiki, Bobur hazratlari yozganidek, Namangonning, Andijonning noshpotisidan shirinroq noshpoti bo'lmas. Undan shifobaxshroq meva bo'lmas. Demak, yoshartiruvchi malham ana shu oltin rangli o'zimizni oddiy noklarimiz ekan. Mana ertak kitob, ertaklar, mana rasmlari, demak, Asalchi bobo mana bu yerda aylanish. Bu aylanish ertagida go'yo bir bola quloq solmaydigan bolani davolatish uchun ruhiy doktor olib kelishadi. Ruhiy doktor olib kelgandan keyin u avval kimga yomonlik qilsa o'shanga aylanishi kerak. Kuchugini suvga tashlab yuborib kuchukka aylanadi. Keyin mushukni qiynab mushukka aylanadi. Keyin chumchuqqa aylanib qoladi. Oxiri daraxtlarning ustidagi qurtlarini yeyotgan paytda och qolib, daraxt tilga kirib, rahmat senga chumchuqjon deb yuborgandan keyin yana qaytib o'ziga qaytadi va otasi bilan, bobosi bilan ko'rishib, murodi maqsadiga yetadi. Bir qiziq shu maktabgacha bo'lgan bolalar, maktabga chiquvchi bolalar uchun chiroyli nima qilingan, kitob qilingan. Bu kitob, buni ham raskasi bor. Raskalari bor. Mana qahramonimiz demak bor. Qahramon o'sha bizni nevara. Mana bu yerda ham qahramon men bilan nevaramiz. Mana ko'rib turibsizlar, meni rasmim. Iloji boricha meni ichki tashqi dunyoyim shu kitobda aks etgan. Shuni singari men iltimos qilardimki, ham bir jurnalist sifatida, ham bir oqsoqol sifatida, ham muxlis, ham bloger, ham shu sohani ozgina bo'lsa ham bir o'qituvchi sifatida iltimos qilardimki, sun'iy intellekt bilan ishlayotganda nihoyatda ehtiyot bo'ling. Birinchi navbatda nutq madaniyati. To'g'ri, og'izda tushiryapti, go'zal gapiryapti, lekin so'zlarga e'tibor bering. So'zlarga e'tiboring bering, hazil qilaman deb har xil gaplar, har xil joylar, oqsoqollar, odamlar millat qadriyatlarini, yurt qadriyatlarini, vatan qadriyatlarini buzmang, ularga daxl qilmang. Mayli, daxl boshqa davlat yo'li bilan aytayotganim yo'q. Men shu oddiy insoniy munosabatlarda go'zallikni saqlab qolaylik. Chunki biz kelamiz, ketamiz. Odamlar keladilar, ketadilar. Lekin vatan qoladi. Dunyo bir eshikdir. Umr u nimadir? Yorug' jahondir. Onadir, otadir, moviy osmondir. Tundagi oymomo, kundagi quyosh, maysada shabnamo, ko'zlardagi yosh. Dildagi muhabbat, ko'zdagi mehr, eldagi oqibat, so'zdagi sehr.
Umri karvondir, o'tguvchi ummon, qolguvchi iymondir, tongdagi ozon. O'tadi odamlar dunyo eshikdir, keladi odamlar vatan beshikdir. Bir beshik, bir ona, bir marta umr. Ota ham yagona, Allohim qodir. Vatan ham bittadir, yagona nodir. Bu jon ham bittadir, unga fidodir. Demak biz so'zim bularni nimaga ko'rsatyapman? Kitoblarimni birinchidan targ'ib qilyapman. Lekin qayerga borasiz, kimga uchrasangiz, qanday savdo tarmog'iga uchrasangiz, prezidentning maxsus farmoni bo'lishidan qat'iy nazar har qanday do'kondor kitob deyishingizga yuzi teskari bo'lib ketyapti. Kulib turgan odamni kulgisi joyida qotib qolyapti. Shu darajaga keldimi millat? Kitob bu nafaqat nondek aziz, balki yozilgan matnli qog'ozni xalqimiz nihoyatda e'zozlagan, hamisha e'zozlab kelgan. Kitobni nihoyatda sevib o'qishgan va e'zozlagan, bekitib yurib o'qigan ma'lum bir davrlarda. Hozir kitob oling, kitob qiling, bolalaringiz o'qisin deydigan bo'lsangiz, yuzi teskari bo'lib ketadi. Endi men bu kitoblarni hozir rus tiliga tarjima qilish arafasida turibman. Nimaga? Rus tilida so'rashyapti, qarang. Maktablar Toshkent shahrida ko'pi rus tilida ekan. Meni niyatim shu lotin alifbosida yozilgan o'zbek tilidagi kitoblarni shu xalqimizga, farzandlarimizga yetkazishdan iborat. Shular orqali kasb, hunar, qandaydir bir hayotga muhabbat, yaxshilik, ezgulik hislatlarni o'rgatishni o'z oldimga maqsad qildim. Yozi bilan ishlab kitoblarni chiqardik. Mana nashriyotlar bizga yordam berdi. Mablag'imiz tugaguncha kitob chiqardik. Endi hozir buni qayta bir ishlab egalariga yetkazish, mana oxirgisi Qorag'unon to'r nomdagi ertak va dostonlarimizni hozir chiqarib kitob o'quvchilariga tayyorlab qo'yibmiz. Xudo xolasa maktab arafasida bularni tarqatamiz. Niyatim bor edi. Qani edi endi shu davlat rahbariyati ham e'tibor qilib, shu bayram arafasida maktabga chiqayotgan bolalarga shu kitoblarimizni, o'zimizni o'zbek tilidagi so'zlar jamlangan kitoblarni har qanday mutaxassis o'qishlari mumkin. Men har qalay bolalarni hisobga olgan holda avvalgi usullarda emas, qariyalarning o'sha uslubi bor, bolalarni haligi unchalik tilini ham o'ziga xos yengil qilib yo'q. Bu yerda albatta bolalarni til o'rganadigan darajadagi mukammal she'rlar yozib, mukammal so'zlar bilan kitoblarimni ta'minlashga harakat qildimki, so'z boyligiga e'tibor berdimki, shu bolalar o'rgansin deb. Demak, shu prezident sovg'asidami yoki maktablarga beriladigan hokimiyatlar sovg'alaridami mana shu kitoblarni, mana shunday kitoblarni tarqatsak, o'zbek tilidagi yangi o'zimizni namunalarini tarqatsak yaxshi bo'lardi. 50 yillik format deganim nima deganim? Demak, bu ko'rinishi 50 sm emas. Bu rasmi yarmi. Yarmi rasm, yarmi matn, she'riy matn. Agar qiziqadigan shu tadbirkorlarimiz, do'stlarimiz bo'lsa, kitob sotish emas, o'z oilalari, hayoti qandaydir bir esdalik sifatida, sovg'a sifatida tayyorlab berishimizni so'rasa, men bajonidil tayyorlab berishga harakat qilaman. Chunki rasmlarni rassom bo'lmagan odam qanaqa qilib tayyorlaydi deyishlari mumkin. Endi men Oqartuv texnikumlarida o'qiganman. U yerda musiqa bilan rasmni yaxshi o'rgatar edi. Yoshligimda internatda o'qiganman, fotografiya bilan rasm, musiqani yaxshi o'rgatishgan. Undan tashqari rasmlarni sun'iy intellekt yordamida tayyorlaganmanki, lekin u sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanish degan gap bor. Hali bekorga aytmadim. Mana Gemini yordamida mana
tayyorlaganligini ham keltirib qo'ydim. Chunki sun'iy intellektda tayyorlab, ko'pchilik kim tayyorlaganini aytishmayapti. Hozircha biz sun'iy intellektdan foydalanayotganligimizni aytib turishimiz shart. Shunda biz o'zimizni ham nazorat qilamiz, ham sun'iy intellektni nazorat qilamiz. Hali yuqorida aytganimdek, oqsoqollar haqidagi lavhalarni yoki eshak hayvonlar haqidagi bu davlat siyosatini ustidan kulish emas. Bu o'zimiz ustimizdan kulish. Eng avvalo tanqidiy materialni bilib qilish kerak. Qoyil qilib qilish kerak. Odamlarga ishonarli qilib qilish kerak. Shular gapiradi, jonivorlar gapiradi, lekin uning nutqlaridagi haqoratli so'zlarni iloji boricha ishlatmaslik kerak. Va bu sizga kulgi emas, bu sizga hazil ham emas. Lekin eng muhimi, biz bolalikdan kitob o'qishga o'rganamiz. Bolalikdan media olamiga assalomu alaykum deb bolalar bog'chasidan kirib boramiz. Maktablardan kirib boramiz va katta loyihalar yarata olish va butun shu sun'iy intellektni vatanimiz taraqqiyoti uchun xizmat qildiradigan avlodni tarbiyalaymiz. Ular ham jismoniy, ham aqliy, ham odobiy go'zal bo'ladilar. O'sha kunlar kelsin, duo qilinglar, kitoblarni sotib olinglar, kitoblarni bir-birimizni qo'llaylik. Men ko'tarib yuribman hozir, mingta tayyorladim. Biri-biridan chiroyli. Chunki bunaqa dizaynda faqat apparatlar yordam bilan tayyorlashingiz mumkin. Rassomlar ham kamdan kam bunday asarni chizadi. Bir betini tayyorlash uchun rassom masalan ancha kunlar vaqtini sarflaydi. Sun'iy intellektda esa bir kunda tayyorlab bo'lsangiz bo'ladi. 1-2 soat, 1 soat, bir necha variantlarda qilasiz, tayyor bo'ladi. Endi qaramoqchi bo'lsangiz yana mana taomlar, yana har xil lavhalar endi qo'yaverasiz. Internet keyingi paytda nima to'g'ri kelsa, nima kulgili bo'lsa, bular bera boshladi. Kulgili emas, qitiqlab kuldirishga o'xshaydi. Endi men yoshim bir joyga yetib qolgan uchun hamma narsaga kulavermayman ham. Lekin iltimos, sun'iy intellekt to'g'ri boshqaraylik. Shu bolalarimizga ta'sir qilmasin. Hamma ko'ryapti. Hali kelaman deb esimdan chiqib qolyapti. Kelamanda fikrimga esimdan chiqib qolyapti. Bu sun'iy intellektda bir mo'jiza bor ekan. Hamma odamlarni eslab qolar ekan. Eng ko'p ishlatilgan o'sha video lavhalardagi yuzlar bor-ku, shu qayta men uchun ham chiqadi, boshqa odam uchun ham chiqadi, boshqa qo'llagan sun'iy intellektni qo'llagan boshqa ijodkorlar uchun ham aynan o'sha oqsoqol, aynan o'sha ona, aynan o'sha bola, o'sha aynan o'zlari chiqib beradi. Bu esa ularni turli xil ko'rinishiga sabab bo'ladi. Demak, siz va mening yuzim, borligim, ichki va tashqi dunyoyimni sun'iy intellekt namoyon qilib qo'yadi. Sun'iy intellekt, kitob, Asrarichi bobo, vatanga muhabbat, tabiatga muhabbat, shu kunlarda hammamizni qiynayotgan issiq quyosh tapti, bu ham o'tadi, ketadi. Kuzning so'lim, baxmal kunlari yaqin. O'zingizni ehtiyot qiling, kitoblar oling, salqinlarda bo'ling, dam oling va yana astoydil ishlarimizni boshlab yuboramiz. Efirda Dadaxon Yoqubov bilan degan ko'rsatuvimiz bo'ldi. Ko'rishguncha salomat bo'laylik.